Assalomu alaykum. Efirda Fikr vaqti va men Ilyos Safarov. So'nggi bir necha oy davomida so'm AQSh dollariga nisbatan mustahkamlanib boryapti. Bu esa nafaqat valyuta bozorida tebranishlar, balki aholining pul jamg'arish odatlariga ham o'z ta'sirini o'tkazyapti. Dunyodagi siyosiy beqarorliklar, savdo nizolari, import va eksportdagi muvozanat, pul o'tkazmalari hajmi, Markaziy bankning pul kredit siyosati, bularning barchasi o'zgarish ortidagi asosiy omillar sifatida tilga olinmoqda. Xo'sh, dollarning bu qadar arzonlashuvi iqtisodiyot uchun foydalimi yoki yashirin xavf? Odamlar endi jamg'armalarni qaysi aktivlarda qilgani ma'qul? Bu savollar ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy albatta. Qolaversa, hanuzgacha ochiq va dolzarb boshqa savollar ham borki, bu savollar dasturimizning bugungi sonida tahlil obyekti bo'ladi. Mehmonlarimiz iqtisodchilar To'lqin Boboqulov va Bahrombek Umarbekov. Assalomu alaykum. To'lqin aka, Bahrombek aka, xush ko'rdik. Xush kelibsizlar. Hurmatli mehmonlar, endi bugun dasturimiz davomida gaplashadigan masalalarimiz ko'p, sizlarga beradigan savollarim ko'p va kelinglar dastur boshida mana shu savollarni ham eng markaziysini muhokama qilishdan boshlasak, ya'ni so'nggi vaqtlarda O'zbekistonda so'mning dollarga nisbatan mustahkamlanayotgani qaysi omillar bilan bog'liq jihat? Garchi mana endi so'nggi kunlarda kurs sekin-sekin ko'tarila boshlagan bo'lsa-da. To'lqin aka, sizdan eshitamiz birinchi. Hozirgi so'mni AQSh dollariga nisbatan qadridan oshayotganligi bu asosiy omil Markaziy bankda AQSh dollarini sotayotganligi. Bu valyuta intervensiyasi hisoblanadi. Chunki bu qonuniy asosga ega emas. Qaysi ma'noda? Qonuniy iqtisodiy asosga ega emas. Chunki AQSh dollarini so'mga nisbatan qadri pasaygan paytda narx-navo tushishi kerak. Lekin bironta mahsulotning narxining tushishi kuzatilmayapti. Bu birinchisi. Keyin ikkinchisi, milliy valyutani shu nominal almashuv kursi mustahkamlanishi uchun omillar bor. Birinchisi, inflyatsiya darajasi past va barqaror bo'lishi kerak. Bunga erishilgan yo'q. Davlat byudjeti defitsiti mu'tadil bo'lishi kerak. Bunga ham erishilgan yo'q. Va eng yomoni, davlat byudjeti defitsiti davlat tashqi hisobidan qoplanyapti. Yarimi davlat tashqi byudjet xarajatini mollashtirishga yo'naltirilyapti. Bu so'mdagi pul massasini ko'payishiga olib kelyapti. So'mdagi pul massasi o'tgan yili 30% dan yuqoriga oshdi. Ya'ni bu sharoit ham ta'minlangan yo'q. Va keyingisi, tashqi savdo balansida defitsit bo'lmasligi kerak. Nima uchun? Chunki eksport tushumi ichki valyuta bozoridagi xorijiy valyuta taklifini shakllantiradigan asosiy manba. Bizda hozir juda katta miqdorda defitsit bor. O'tgan yili tashqi savdo balansimizda defitsiti 12 milliard dollar. Endi Markaziy bank o'tgan yili 6,5 milliard dollar sotishi kursi ushlab turish. Juda intensiv valyuta intervensiyasi qilyapmiz. Bu salbiy holat. Nima uchun? Birinchidan, valyuta intervensiyasi rasmiy valyuta zaxiralaridan qilinadi. Agar bunday qilinayotgan bo'lsa, zaxira kamayib ketadi. Mana aniq misol keltiray. 1992-yil sentyabr Angliya funt sterlingi tushib ketdi. Nima uchun Angliya Markaziy banki 40 milliard dollar pul shu yerda bor edi, intervensiyaga mo'ljallangan. Ushalmadi kurs. Sababi ular 5 kun sotdi, bir hafta. Qancha ko'p Angliya Markaziy banki dollar sotsa, bozordagilar shuncha dollarni ko'p sotib ola boshladi. Demak, Angliya Markaziy banki rahbariyati xulosa qildi. Demak, funt sterlingga nisbatan valyuta bozori ishtirokchilarida devalvatsiya kutilmas salbiy. Hech kim funtni mustahkamlanishiga ishonmayapti. Shuning uchun Angliya Markaziy banki qancha dollar sotsa, bozordagilar shuncha olib qo'yapti. 40 milliard dollar tugab qolar edi, yana 1-2 hafta sotsa. Shuning uchun birdan to'xtatdi. Endi ikkinchi holat. Ispaniya Markaziy banki shu yil sentyabr 92da 3 kunda 11 milliard dollar sotdi, o'zining milliy valyutasi peseti kursini ushlab qoldi. Nima uchun? Pesitga nisbatan bozorda devalvatsiya kutilmas salbiy emas. Hozir To'lqin aka juda bir ishtiyoq bilan tushuntiryapsiz, to'g'ri bir tushunchalar bilan tushuntiryapsiz, lekin tomoshabinlarni ham turli yosh va iqtisodiy bilimi ham turlichaligini inobatga olishimiz kerak. Soddaroq tushuntirganda, hozir Markaziy bankni aralashuvi sabab bo'lyapti. Asosiy omil shu. Bu sun'iy. Shuni soddaroq qilib tushuntirib bering. Iqtisodiy asosi yo'q so'mni mustahkamlash uchun. Chunki so'mni mustahkamlash uchun iqtisodiy asoslar yaratishimiz kerak. Iqtisodiy asoslar ma'lum. Hozir sanab o'tdim. Inflyatsiya, davlat byudjeti defitsiti, tashqi savdo balansi defitsiti, tashqi qarz. Tashqi qarz kursga juda katta bosim o'tkazadi. Nimaga? Biz juda katta tashqi qarz jalb qildik 2016dan buyon. Eng yomoni tashqi qarzda o'sish sur'ati baland. Mana bugun chiqyapti 72 milliard dollarga oshdi. Bu endi boyagi tashqi qarz bo'yicha 60% lik qizil chegarani yalab turibdi-da endi, to'g'rimi? Bu shunday yuqori o'sish sur'atini pasaytirmasak, u chegaradan o'tib ketamiz. Chegaradan o'tib ketamiz. Shuning uchun bu chegara ham ichki ham tashqi qarzga qo'yilgan. Ichki qarz o'smayapti yuqori sur'at. Tashqi qarz o'sib ketyapti yuqori sur'at. Ikkoviga 10% qo'yilgan. Davlatda ichki tashqi qarzi plus
davlat tashqi qarzi ikkovi qo'shilib 10% oshmasligi kerak yalpi ichki mahsulot. Buni yana dastur davomida imkon bo'lsa gaplashamiz. Bahrombek aka, men To'lqin akani fikrlarini eshitdingiz. Sizda so'mni so'nggi vaqtlarda, so'nggi oylarda deylik, dollarga nisbatan mustahkamlanayotganini, omillarini, sabablarini nimada ko'rasiz? Endi Va To'lqin akani fikriga munosabatingiz o'zi. Shundan boshlaylik. endi mani ko'rishim bu dunyoda mana Donald Trump Amerika prezidenti lavozimiga o'tirgandan keyin u Donald Trump kelgungacha bo'lgan barcha iqtisodiy munosabatlarga xavf sola boshladi. Xalqaro savdo munosabatlariga qaysi ma'noda u tariflar kiritishni boshladi xalqaro savdoda. Hamma mamlakatlarga mana Yevropa ittifoqiga, hatto o'zini ittifoqchisi bo'lgan Yevropa ittifoqiga tariflar kiritdi. Xitoy bilan haligacha tarif urushi ketyapti. Keyin boshqa mamlakatlarga ham. Shundan keyin bu narsa xalqaro savdoda juda mavhumlikni ko'p keltirib chiqardi va biznesda eng yoqimsiz narsa bu mavhumlik. Endi dunyoda moliyaviy bozorlarda juda katta miqdorda tez pul mavjud. Tez pul degani, ya'ni ular aksiyalarga, boshqa narsalarga tikilmagan, balki masalan qanday mana pul boshqaradiganlar taxminan 15-10% pullarini tez pulda, ya'ni naqd pulga yaqin pullarda ushlashadi. Ular bu narsalarni ko'rganda boyagi moliyaviy bozorlarda tushib ketish mumkinligini ko'rib, Amerikani iqtisodiyotini yaqin orada tanazzul kutishini ular prognoz qilib, o'zlarini pullarini boshqa valyutalarga o'tkaza boshlashdi. Shuni natijasida dollarning narxi tushib, boshqa valyutalar narxlari ko'tarila boshladi. Umuman olganda siz aytyapsizki, boyagi ishonch foizlari tushdi. Xuddi shunday. Shundan keyin va uni ustiga yana bir kutilma kuchaydi. Bu Amerikada Donald Trump o'zini markaziy bankiga katta bosim qila boshladi. Foiz stavkasini pasaytirishni talab qilib va markaziy bank ertami kechmi bu bosimga javob berib, ya'ni shunga bo'ysunishi kutilganligi sababli foiz stavkalar tushsa, odatda carry trade amalga oshiriladi. Bu bitta valyuta sotilib, keyingisi olinadi. Ya'ni foiz stavkasi balandroq boshqa valyutalar olinishni boshlaydi. Va bizda endi O'zbekistonning kutilmasida bu narsa kech yuz berdi. 9 oy kechikib yuz berdi. Bu voqealar, men aytayotgan narsalar yilning boshidan beri davom etib kelayotgandi va o'zini kulminatsiyasiga avgust oyida chiqdi. Shundan keyin O'zbekiston Amerika bilan ko'p savdo qilmaydi. O'zbekistonning asosiy savdo partnerlari bu Xitoy, Rossiya hisoblanadi. Ularning valyutalariga nisbatan bizning so'm o'zi tushib ketayotgan dollarga nisbatan biz so'mni yanada tushirib yuborishimiz unchalik ham to'g'ri bo'lmadi. Shuning uchun hozir qandaydir darajada korrektirovka yuz bermoqda. Endi mana To'lqin akam to'g'ri aytdilar. Bizda kurs qaysidir ma'noda sun'iy saqlanadigan narsa va shu sunniylik endi kamayyapti. Chunki markaziy bank tushunib yetdi, bunday qilish to'g'ri emas. Bu sun'iylik bo'yicha alohida savol bor. Hozir Bahrombek aka o'taman. To'lqin aka birinchi savolni yana ham aniqlashtirish uchun bir taqqoslashda. Yil boshidan buyon so'm yevroga nisbatan mana 11.3% ga, rublga nisbatan 29.3%, funt sterlingga nisbatan 7.5 va yenaga nisbatan 7.7% ga pasaygan. Endi bu taqqos ham bizga hozir siz aytganday boyagi so'mni dollarga nisbatan mustahkamlanib borishi ichkidan ko'ra tashqi omillarga bog'liq ekanini, ya'ni mana dollarga nisbatan ishonch pasayishining sabablarini aytib berdi. Haqiqatan so'm boshqa valyutalarga nisbatan qadrsizlanyapti, qurbi pasayyapti, faqat dollarga nisbatan. Ya'ni bu ham o'sha ko'proq tashqi ta'sirlar bilan bog'liqligini ko'rsatmaydimi? Yo'q, tashqi jihatlar bilan. Bizda moliya tizimimiz jahon moliya tizimiga integratsiya bo'lgani yo'q. Bizlarga masalan Amerika Markaziy bankini hisob stavkasi, foiz stavkasi o'zgarsa ham bu bizdagi oqimga ta'sir qilmaydi. Nima uchun? Shuning uchun bizlar integratsiya qilgan bo'lishimiz kerak jahon valyuta moliya bozorlariga. Endi bizlarda ichki bozorda respublika valyuta birjasida sotilayotgan valyuta 99% dollar. Shundan ham bilingki, O'zbekiston uchun boshqa yetakchi valyutalar hech qanday ahamiyatga ega emas. Biz dollarga qarashimiz kerak. Yevro biz uchun qiziq emas. Nimaga? 99% konvertatsiyaga zaifka dollarda berilyapti. Bu rasmiy informatsiya, ma'lumot. Birjaning ma'lumoti. Shuning uchun bizlar
boshqa valyutalar bilan qilsak chalg'ib ketamiz, noto'g'ri xulosa shakllantirib qo'yamiz. Biz uchun na yevro, na funt sterling, na Shvetsariya franki ahamiyatga ega emas. 99% savdo valyuta bozorimizda dollar bilan bo'lyapti. Amerikani odatda Markaziy bankini protsent stavkasi o'zgarsa, bu butun dunyoga ta'sir qiladi, lekin bizga ta'sir qilmaydi. Chunki juda ko'p kuzatganman. Masalan, 2010 sentyabrda 4-marta o'zgartirmadi Amerika Markaziy banki o'zini hisob stavkasini. 4-marta o'zgartirmadi degani bu dollarda kursi tebranishga asos yaratmadi. Bir xil shu hisobga qo'shdi. Lekin bizlarda so'mimiz keskin qadrslanib ketaverdi. Shundan bilingki, to'g'ridan-to'g'ri bog'liqligi yo'q. Chunki integratsiya bo'lganimiz yo'qda bizda. Endi mana hozirgi vaziyatni Bahrombek aka, davlatni valyuta bozorida davlatni faol ishtiroki bilan bog'lovchilar ham ko'p. Endi ular aytadiki, Markaziy bank bugun milliy valyutani qurbini ataylab ushlab turibdi degan fikrlarni aytadi. Mana shunaqa fikrlovchi iqtisodchilarni va qarashlarida qanchalik haq? Markaziy bank aytadi, endi to'g'ri boyagi kursni bozor belgilaydi degan ritorikani tez takrorlab keladi. Lekin bozorni shakllantiruvchi omillar siz aytganday bizda yetarlicha erkin emas. Mana shu jarayon, paradoksni qanaqa tushunish kerak? Qanaqa tushuntirasiz? Bu yerda o'zi paradoks ko'rmayapman. Bilasizmi, valyuta bozorida talab va taklif degan narsalar bor va talab va taklifda boyagi biz O'zbekiston sharoitidan kelib chiqqanda qandaydir mavsumiyliklar ham kuzatilishi mumkin. Shuning uchun har qanday davlat misolida O'zbekiston ham qaysidir hajmda valyuta zaxiralarini ushlaydi. Odatda har xil o'rganishlar natijasida olimlar tadqiqotlar o'tkazgan, iqtisodiy olimlar har xil kriteriyalar bor. Masalan, bitta kriteriy bu keyingi 3-4 oy davomida import hajmlariga teng bo'lgan pulni ushlash kerak degan bitta gipoteza, bir taklif bor. Yana bir taklif bor, shu mamlakat keyingi yaqin orada qisqa muddatli uzoq muddatli qarzlarni va qisqa muddatli qarzlarni qisqa muddatli qismini to'lash uchun yetarli darajada valyuta ushlash kerak deydi. Shuning uchun bizning Markaziy bank ham qaysidir darajada intervensiya qilib turgani ya'ni foydali deb aytsa bo'ladi. Lekin u intervensiya hajmlariga qarash kerak. Bu harakat bo'lmasa bugun dollarning kursi taxminan qanday bo'lardi bizda? Buni prognozlash uchun nima deydi? Bir 2 oylik qattiq fundamental analiz amalga oshirish. Ba'zilar aytadi 15 ming bo'lib ketardi, 16 ming, 14 ming bo'lib ketardi degan. Buni aytish qiyin. Qandaydir darajada volatillik yuzaga kelishi aniq. Misol uchun yozda eksport, mana qishloq xo'jalik mahsulotlarining eksporti sababli katta oqim keladi va qurilish ishlarida bizda mana migratsiya, mehnat kuchlarimiz Rossiyaga chiqib ishlagani uchun katta pul oqimi keladi yoz oylarida, yoz kuz. Qolgan paytda volatillik pasaygani sababli biz pul kelishi pasayishi sababli bizda yil davomida mavsumiy volatillik yuzaga kelishi mumkin va bir tomondan Markaziy bankni qandaydir shu narsalarni silliqlab olishga harakat qilishi bu yaxshi. Lekin bu yerda yana boshqa narsalarni ham e'tiborga olish kerak. Bu nima? Bu boyagi doimiy o'zgarib turuvchi konjunkturada eksport o'zgarib turadi. Bir xil mamlakatlar misol uchun birdan kutilmaganda tariflar kirita boshlaydi yoki xaridorlarning preferensiyalari o'zgaradi. Masalan, birdan mana O'zbekistonda Xitoyda elektromobillariga bo'lgan talab kuchayib ketdi. Shunga o'xshagan narsalarni e'tiborga olib, dinamikada o'zgarib turadigan haqiqiy eksport va haqiqiy import operatsiyalari bu birinchi. Ikkinchidan, O'zbekistonning qarz olishi, qarz to'lashlari va O'zbekistonga kelayotgan investitsiya pullari tikiladi. Ularni ham e'tiborga olib, prognozlashtirib, nima deydi, amalga oshiriladigan ishlar bu. Valyuta bozoriga intervensiya aslida. Shuning uchun bu murakkab proses, lekin uni prognoz qilib bo'lmaydi degani emas. Uni qilib bo'ladi. Sal kattaroq massiv danliklar bilan ishlash kerak. To'lqin aka, mana dollarning tushishi fonida so'm barqaror turibdi. Lekin bu holat qanchalik uzoq davom etishini kutish mumkin? Bu uzoq davom etishi uchun hech qanday iqtisodiy asos yo'q, hozir aytdim. Ya'ni so'mimizni nominal almashuv kursiga qattiq bosim o'tkazayotgan omillar bartaraf qilingan yo'q. Endi shu yerda Markaziy bank rahbariyati ko'p yillardan buyon bitta masalada jamoatchilik fikrini chalg'itib kelyapti. Oldingizda ham hozirgacha nima deydi? Biz endi so'mning kursiga javob bermaymiz deydi. O'zlaringiz ham matbuot anjumanida ko'rdingiz. Bu noto'g'ri. Siz so'mning kursiga javob berasiz. Siz faqat
inflyatsiyani targetlashga o'tish munosabati bilan so'mni kursini ko'rsatkich sifatida olishdan voz kechdingiz. Dunyo tajribasi. Endi sizga mening gapimni isbot. Prezidentning 2017-yil 2-sentyabrda chiqqan 51-77 sonli farmoni bor. U yerda aniq yozilgan. Milliy valyutani barqarorligini ta'minlaydigan monetariy siyosat amalga oshirasiz degan. Monetariy siyosatni O'zbekistonda kim ishlab chiqadi, kim amalga oshiradi? Faqat Markaziy bank. Markaziy bankka to'g'ridan-to'g'ri vazifa qo'yilgan. Markaziy vazifalardan Markaziy bank buning uchun faqat Markaziy bank javob beradi. Endi jurnalistlarimiz ham o'sha matbuot anjumanida savol bermadi, men kutgan edim. Xo'sh, Markaziy bank raisi aytdiki, biz kursga javob bermaymiz. Bo'lmasa qaysi tashkil kursga javob beradi? Iqtisodiyot vazirligimi, hisob palatasimi, senatmi? Bu savol berish kerak jurnalistlar. O'sha yerda u javob bera olmasdi bu savolga. Shu jurnalist savol berishga o'sha yerda. Bo'lmasa qaysi tashkilot javob beradi? Aytingchi. Ha, siz javob bermay ekansiz. Iqtisodiyot bilan shug'ullan, ya bosh prokuraturami? O'shani savol berilsa, u javob bo'lmasdi. Chunki hamma mamlakatda valyuta kursi uchun Markaziy bank javob beradi. Isbotni keltiraman. 96-yil. Qora seshanba Rossiya 1 rubl 6 dollar edi, 20 dollar bo'ldi bir kunda. Nimaga Markaziy bank raisi ishdan olindi? Gerashenko. Chunki Markaziy bank javob beradi. Milliy valyutani barqarorlik. Yoki 2000-sentyabr. Meksika pesosining kursi bir kunda 70% ga qadar samib ketdi. Argentina prezidenti Markaziy bank raisini kechirdi. Bizda ham Markaziy bank javob beradi. Milliy valyuta barqarorligi. Faqat uni to'g'ri qabul qilish kerak. Javobgarlik Markaziy bankka yuklangan. Markaziy bank o'zini monetariy siyosati doirasida shunday ishlash kerakki, u milliy valyutani oxir-oqibat barqarorlikka olib kelish kerak. Nimani ko'zlaydi bu chalg'itishdan? Chalg'itishdan maqsad shu kursni tushib ketayotgani uchun biz aybdor emas degan gapni jamoatchilik ongiga singdirish uchun 2 marta shunday bayonot berildi. O'zim ko'rdim matbuot anjumanida. Bu noto'g'ri. Endi jurnalistlar so'rash kerak. Ha, mayli Markaziy bank javob bermaydi O'zbekistonda. Qaysi tashkilot javob beradi? Aytingchi, nomini vazirlik. Iqtisodiyot moliya vazirligi yoki kambag'allikni qisqartirish vazirligi. Umuman aloqasi yo'q. Bunda aytingda bironta vazirlikni. Agar siz javob bermasangiz. Bahrombek aka, bu jarayonning inflyatsiyaga ta'siri qanday bo'ladi? Agar bizda bozorlar, mana bozorda 3 ta turi bor. Monopolistik, oligopolistik va erkin bozor. Agar bozorlar erkin bozor bo'lganda edi, narxlar tushishi kuzatilishi kerak edi. Lekin bizda ko'pchilik bozorlar afsuski erkin emas. Shuning uchun narxlar tushishi kuzatilmayapti. Bu yerda yana boshqa bir faktor bor. O'zi bugun haqiqatdan tahlil qiladigan mana keyingi savol shunaqa. Biz odatda o'rganib qolganmiz, dollar ko'tarilibdi desa, narx-navo ham ko'tariladi. Odamlar boyagi dollar ko'tarilishidan qo'rqib turadiki, narx-navo ham oshib ketadi. Bu endi boyagi pensiya, nafaqa yoki boshqa to'lovlarni yilda 1 marta, 2 marta oshadi. Bundan ancha baland bo'lib ketayotgandi. Odamlar qo'rqib turardi. Lekin mana dollar tushyapti hamki, haqiqatdan birorta mahsulotda narx-navo tushayotganini ko'rganimiz yo'q. Go'sht narxi oshib ketyapti. Go'sht narxi maksimal boyagi balandlikka chiqdi. Shu ma'noda inflyatsiyaga ta'sirini yaxshiroq tahlil qilib bering. Endi aytdim-ku, boyagi bizda ko'p bozorlar demak erkin emasligi isbotlanyapti-da shu bilan, mana shu kuzatuv bilan. Narxlar tushmasligi, lekin bu yerda boshqa faktor ham bor. Funksional valyuta degan tushuncha bor. Bu endi erkin emaslik deganda narx-navoga tez-tez aralashish, narxlarni sun'iy tushirish haqida gapiryapsiz? Yo'q, erkin emas degani bozor bitta yo ikkita sotuvchini qo'lida. Unga ular u bozorda masalan bir 60-70% savdoga javob beradi-da. Shuning uchun ular bozorni nazorat qila oladi. Shuning uchun ular boyagi ahvolni ko'rib turib, mana to'lov qarang, mana bu nima funksional valyuta degan tushuncha juda muhimda. Bu buxgalteriyada qo'llaniladi, xalqaro moliyaviy standartlarda. Kompaniyani funksional valyutasi aniqlanadi. Nima uni boshqaruvchilarini, uni egalarini miyasida qaysi valyuta asosiy valyuta ekanligini kuzatish uchun ma'lum bir tekshiruvlar o'tkaziladi. Bizda O'zbekistonda funksional valyuta to'lov qobiliyatidan kelib chiqib aniqlanadi. Misol uchun uylarning narxi men kuzatganman, dollar kursiga teskari proporsional. Dollar qimmatlasa, uylarning narxi tushardi. Nimaga? Chunki odamlarni uy sotib olish qobiliyati so'mda-da, ularning daromad manbai so'mda. Va aksi ham yuz berganini ko'rganman. Dollar qadrsizlangan paytda uylarning dollardagi narxi tepaga chiqqan. Demak, asosiy valyuta, funksional valyuta sotib oluvchilarning miyasida bu dollar. Ularning to'lov qobiliyati shundan. Ya'ni asosan pul ular so'm bo'lgan, dollar yiqqani bilan. Endi bozorda inflyatsiya juda nima deydi, katta, keng tovarlardan sotib olinishidan tashkil yig'indisi hisoblanadi.
Shuning uchun buni kuzatish kerak. Masalan, oziq-ovqat mahsulotlari, mana go'sht, undan keyin lekin odamlar faqat shu bilan kifoyalanmaydi. Odamlar boshqa narsa ham xarid qiladi. Bu yoqilg'i mahsulotlari misol uchun, keyin mana bu tariflar, ya'ni tariflar bilan belgilanadigan elektr energiya, sovuq suv, issiq suv, keyin arenda, ijara va shunga o'xshash ko'p boshqa narsalar. Shularni hammasini tahlil qilib qarash kerak. Buning ichida endi import komponenti uncha katta emas. Shuning uchun boyagi inflyatsiyaga ta'siri nima deydi, uncha kuchli bo'lmasligi mumkin. To'lqin aka, sizni fikringiz mana shu savol. Mana shu nima uchun dollarning kursi ko'tarilsa inflyatsiya oshadi. Chunki dollarning kursi ko'tarilsa, dollar уже qadri oshdimi, shu kurs bilan bizlar konvertatsiya qilamiz. Konvertatsiya qilingandan keyin import qimmatlashib ketdi-ku. Import qimmatlashgandan keyin o'sha import hisobidan mahsulot ishlab chiqargandan keyin ular nima qiladi? Narx oshirishga majbur bo'ladi. O'sha so'mda sotyaptimi? Albatta narxni oshiradi. Chunki importni qimmatlashi hisobiga yo'qotiladigan zararni narx oshirish yo'li bilan qoplaydi. Shuning uchun to'rdan-to'g'ri bog'liq bor. Dollarning kursini oshishi bilan importni qimmatlashi o'rtasida biz sharoitimizda to'rdan-to'g'ri bog'liqlik bor. Nima uchun? Chunki import eksportdan juda ham katta eksport summasiga nisbatan. Endi aytdim, 12 milliard dollar o'tgan yili importimiz ko'p bo'lgan. Shuning uchun bizlar to'rdan-to'g'ri dollarning kursiga bog'liq bizning importimizda qimmatlashi yoki arzonlashishi. Shuncha yillar davomida faqat import qimmatlashib keldi. Даже mana Qozog'istondagi, Tojikistondagi ayrim tovarlarni mana o'zi berildi bu jurnalistlar tomonidan. Bizda ularga nisbatan qimmat ekanligi. O'sha import tovar, shu bitta tovar. Ular ham shu yerdan oladi, ishlab chiqarishmaydi. Keyin Tojikistonda bankirlar kelganda bir marta o'zim ularni bir kuzatib mehmon qilganimda, bitta bankirda aptekasi bor ekan, apteka biznesi. Shoshmay turing dedi, ikkita aptekaga kirib chiqdi. Kirib chiqdi, men bunga qiziqmayman, kutib turdim tashqarida, chiqdi-da, dushanbaga qaraganda sizlarda dorilar 2,5 barobar qimmat ekan dedi. Chunki biladi-ku, shu dori masalan Polshadan keladi, Dushanbeda qancha, Toshkentda qancha. Men aytdim, nafaqat dori, boshqa tovarlarimiz ham sizlardan qimmat. Chunki biz so'mimizni qadri tushib ketganligi uchun import qimmatlashib ketdi yillar davomida. Import qimmatlashib ketdi. Yana bitta tomoni bor, bu xorijlik investorlarning g'azabini keltiradi. Nimaga? Ular O'zbekiston hududida daromadini so'mda oladi. Keyin dollarga, yevroga konvertatsiya qilib jo'natadi o'zining mamlakatiga, repatriatsiya qiladi. Yillar davomiga so'mning qadrsizlanishi hisobiga ularni xorijiy valyutadagi ekvivalenti olgan daromadini kamayib bordi. Bu ularning noroziligiga sabab bo'ladi. Bizda chunki inflyatsiya baland uchun bizda tovarlar narxi doimiy oshyapti. Yana bitta narsa e'tibor qarating. Dunyoda nechta mamlakat bor ekan milliy yalpi ishchi mahsuloti kvadrilionda o'lchanadigan. Yevropa davlatlari hozirga bo'ladi. Shu kvadrillion so'zini eshitmay olamdan o'tib ketadi. Bizda yalpi ishchi mahsulot kvadrillionda o'lchanyapti, bilasizmi? O'sha trillion yetmay qoldi biz yalpi ishchi mahsulotni o'lchash uchun. Bu degani bizda narx-navoni juda balandligi, valyutamizda mana shu qadrsizlanishi hisobiga. Bu juda yomon holat. O'zbekistonning yalpi ishchi mahsuloti matematikadagi kvadrillion soni bilan o'lchanyapti. 1 kvadrillion shuncha 100 trillion. Mana shu jarayonda Markaziy bankni oltin valyuta zaxiralari siyosati, endi sotish, sotib olish siyosati qanday rol o'ynaydi? Bizda Markaziy bank shu bo'yicha katta ahamiyatga ega. Nimaga? Chunki oltinni sotamiz AQSh dollariga tushgan puldan, demak tashqi qarzni ma'lum qismini, davlat byudjeti xarajatlarining ma'lum qismini qaytaryapmiz. Endi ikkinchi tomoni. Bu davlat tashqi qarzini biz yarmini byudjetga yo'naltirdik. Byudjetdan ishlab chiqarish xarajati. Bu tashqi qarzda multiplikatsiya samara bo'lmaydi, effekt bo'lmaydi bu tashqi qarzda. 50% real sektorga ketyapti, 50% byudjetga ketyapti, yeb ichishga. Endi qaytarish vaqti kelgandan keyin tashqi qarz qachonki samara bersa, biz eksport oshadi. Bizning eksport oshadi, investitsiyadan keladigan daromad oshadi, o'shanda tushgan dollardan tashqi qarzni yopishimiz kerak. Endi biz nima qilamiz? Ko'rasiz. Bu ssenariy o'zi ko'rinib qoldi. Tashqi qarzni katta qismini yopish vaqti keldi o'zi, keyingi yildan. Endi biz nima qilamiz? Ichki manba yetmaydi, yana oltinni sotamizda tushgan dollardan tashqi qarz yopamiz albatta. Aniq bu, aniq. Mayli buni qanchalik yashiradi, oshadi. Sababi shu menda. Sotadi, lekin buni hozir ular yashiryapti. Nimaga? Bizda rasmiy idoralar statistikada bermayapti. Tushgan oltin sotishdan tushgan dollarda qayerga sarflanayotgan. Buni ko'rsatish kerak. Siz oltin sotgan summani ko'rsatyapsiz-ku. Statistika agentligi ko'rsatyapti. Jami eksportda oltin ulushi shuncha bo'ldi. Summasini ham yozib qo'ydi. Lekin shu summa siz ko'rsatayotgan summa qayerga ishlatilyapti? Qanchasi qayerga yo'naltirilyapti? O'shani biz berishimiz kerak. Shunda biz hozir aniq aytardik oltinni qanday ishlatayotganimizni. U samaralimi, samarasizmi? O'zi odatda eng ko'p oltinni Xitoy qazib chiqaradi, Turistonni. Eng katta quvvatga Xitoy, lekin u 1 tonna ham oltin sotmaydi. Chunki u biladi, oltin qayta tiklanmaydigan boylikligini, bu jahon puli ekanligini ham biladi Xitoy. Shuning uchun Xitoy oltinni sotmaydi. Eng ko'p qazib chiqarsa ham.
keyin qayta tiklamaydigan boylikda. Endi ular qolgan davlatlar nima qiladi? Oltinni sotgan davlatlar keyingi avlodga, bundan 50 yil, 100 yil keyin tug'iladigan avlodga qoldirish uchun ikkita yo'ldan foydalanadi. Birinchi, Amerika hukumatini obligatsiyalarni sotib qo'yadi. 50 yillik obligatsiya, 25 yillik. Sotib qo'yadi. Keyingi avlod qachon oltinni qaytarib sotib olaman desa, obligatsiyani sotadi jahon bozoriga chiqarib. Dollar yana qaytib keladi, u oltin sotib qo'yadi. Ikkinchisi, Yevropadagi o'sha 25 ta Transmilliy bankka depozit qilib qo'yyaptilar uzoq muddatli qilib. Ishonchli banklar bor-ku. Deutsche Bank, masalan 22 ta Transmilliy bank, 10 tasi birinchi toifali. Deutsche Bank, bu Gongkong, Shanghai bank, 10 ta shunday katta bank bor. Shularga uzoq muddat depozit qilib qo'yapti. Oltin pulini ishlatmayapti ular. Bu o'zi qarang, depozit bo'lib turibdi, foiz keltiryapti. Uzoq yil. Agar qachon keyingi avlod oltin sotib olaman desa, aniq depozit yechib oladi. Oltin sotib oladi. Shuning uchun buni katta farq borda, oltinni sotgan pulni qayerga ishlatayotganimiz bu juda katta ahamiyatga ega keyingi avlod uchun. Bu avlod o'tib ketadi. Keyingi avlodga ham bu pulni saqlab qolishimiz kerak. Buni yeb ichar qo'ysak, oltin qayta tiklanmaydigan boylik, keyingi avlodga hech narsa qolmaydi. Hech narsa qolmaydi. Mahrombek aka, mana yil boshidan beri oltin quyma narxlari tinimsiz ko'tarilib boryapti. Bu oxirgi hisob-kitoblar bo'yicha 40 marta rekordni yangilabdi. Bu sizningcha nima bilan bog'liq jarayon? Balki boyagi dollarning zaiflashishi bilan bog'liq jarayonmi yoki boshqa sabablari bormi? Boya aytib o'tganimdek, dunyoda Bu keyingi beradigan savolim uchun mana shu jarayonni tushunib olish muhimda hozir. dunyoda katta miqdorda pullar fondoviy anaqalarda aylanadi. Fond birjalarida. Fond birjalarida nafaqat aksiyalar, balki qarz obligatsiyalari, suveren qarzlar va valyutalar ham va oltin aylanadi. Bu pullarni boshqaruvchi menejerlar o'zlarining aktivlarini diversifikatsiya qilishga intilishadi. Va ular oltinni eng asosiy instrumentlardan, himoya instrumentlaridan biri deb biladi. Bu nima degani? Agar masalan men asosan amerikaliklarning pulini boshqaruvchi fond menejeri bo'lsam va dollarning tushishini ko'rayotgan bo'lsam, Amerika iqtisodiyotini inqirozini kutayotgan bo'lsam, men boshqa valyutalarga o'taman va oltinga o'taman. Boshqa valyutalarga nisbatan oltinning yaxshi tomoni, boshqa valyutalar ham Amerikaning iqtisodiyotiga bog'liq. Misol uchun, Amerika iqtisodiyoti inqiroziga yuz tutganda Yevropaning eksport qobiliyati tushib ketadi. Chunki Amerika inqirozda. Asosan Yevropa tovarlarini oluvchi mamlakatlardan asosiysi bu Amerika. Demak, Yevropaning ham iqtisodiyoti tusha boshlaydi-da. Yevro ham tushishi mumkin. Bunday holatlarda eng yaxshi nima deydi, himoya instrumenti oltin hisoblanadi. Shuning uchun ham oltinning narxi hozir oshib bormoqda. Va bizni O'zbekistonda ham valyuta zaxiralarini shakllantirishda Markaziy bank har bir nima deydi, aktiv klassiga o'zini og'irligini belgilagan. Misol uchun, ular aytadi, masalan, oltin 50%. Endi hozir menda bunday ma'lumot yo'q. Qaysi valyuta, qaysi aktivga qancha vazn berilganligi. Lekin ular shu vaznlarni belgilaydi-da va shuni dinamikasini kuzatib borib, kerak bo'lganda oltin sotib oladi, kerak bo'lmaganda oltinni sotishi mumkin. Endi men bundan keyingi savol uchun aniqlab olish muhim dedim va mana shunday sharoitda odamlar shaxsiy omonat va investitsiyalar uchun qaysi variant ishonchliroq? Ya'ni ularga qaysi birini tavsiya qilasiz? So'mda saqlash kerakmi, dollardami yoki oltindami? Bunga ikki tomon ham javob bersin. Bizda shu vaqtgacha aholi asosan ortiqcha pulni dollarda jamg'arardi. Endi dollarning kursi keyingi paytda o'ynab qolgandan keyin aholi qo'rqib qoldi. Lekin bu qo'rqmaslik kerak. Bu qisqa muddatli holat. Xorijiy valyutada jamg'arma qilaverish kerak. AQSh dollari, yevroda. Endi davlatimiz o'zi sharoit yaratmadi. Prezidentning qator farmon qarorlari talab bajarilmayapti. Qaysi talab? Aholini qimmatli qog'ozlar sotib olish imkoniyatini yaratish. Yaratmadi-ku. Hozir mana siz qimmat qog'oz sotib olaman deng, ola olmaysiz. Demak, biz hozir Yevropada aholi ortiqcha pulini, Yaponiya misolida ham ko'rsak bo'ladi, Yevropa misolida ham buni beradilar, ochiq informatsiya. Masalan, Yaponiyada demak, 23% dan 25% gacha oilaviy daromad ishlatilmay qoladi. Hamma xarajatni ortib qoladi. Demak, shuni ular nima asosan qimmatli qog'oz sotib oladi. Xorijiy valyuta emas, qimmatli qog'oz sotib oladi. Endi bizda qimmatli qog'ozlar bozori rivojlanmagan. Biz hali aholiga sharoit yaratmadik. Endi ikkinchi obyektiv omil bor. Masalan, xorijlik ekspertlar ham kelganda, o'sha davra suhbatida ishtirok etganmiz, xorijliklar hayron qolyapti-da. Nimaga qimmatli qog'ozda shu operatsiya hajmini oshirib aholilarning olmaydimi deyapti. Biz sharoit bilmaydik. Siz to'g'ri tushuning. Sizda birinchidan inflyatsiya muammosi yo'q. Siz gapiryapsiz Yevropadan. Ikkinchidan sizda valyutaning qadrsonish muammosi yo'q.
Bizlar O'zbekiston ichidagi hamma qimmatli so'mda yozilgan. Bizlar valyutani qadr sanash bilan inflyatsiya hisobiga 3 yil, 3,5 yil ichida biz tikkan pulni qiymati yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun ham General Motors o'sha paytdagi Amerikadagi general menejeri General Motorsga zavotimizga talab qo'ygan. O'zbek so'mida yozilgan 3 yildan ortiq muddatga chiqarilgan hech qanday qimmatli qog'oz sotib ololmaysizlar degan. Mana bu fakt. Xo'p, sizni aytishingiz bo'yicha mana shu ishni qilmayapti, tayyorgarlik ko'rmayapti, prezident farmonlari bajarilmayapti. Shu masalada bajarilgan yo'q. Xo'p, hozirgi sharoitda buni chiqarishga nimalar to'siq bo'lyapti yoki chiqarganda qanaqa xavflar paydo bo'ladi? Qanaqa xavf bilan yuzlashiladi? Yo'q. Nega qilmayapti buni? Buni qilolmayapmiz. Qilmoqchimiz, qilolmayapmiz. Nimaga? Siz bu isbotlangan narsa. Masalan, Nobel mukofoti sohibi William Sharp, investitsiya bo'yicha yagona Nobel olgan odam. William Sharp nima deydi? Siz sotayotgan qimmatli qog'ozlarni sotib oluvchilar uchun investitsiya jozibadorligi tushib ketmasligi uchun, yo'qolmasligi uchun inflyatsiya darajasini qo'shib to'lang deydi. Obligatsiyaga bo'lsa inflyatsiya mana 4% oshsin deydi, 4% qo'shib to'lang deydi. Dividendlarga ham shunday qiling deydi. Lekin Sharp bu fikrni Amerika sharoitida aytyapti. Amerikada inflyatsiya muammosi yo'q. Inflyatsiya yillik darajasi 2% dan oshmaydi. Juda ko'p yillar. Bizlarda Sharp aytgan ishni qila olmaymiz. Agar inflyatsiya darajasi baland bo'lgani uchun korrektorga to'layman desak, biz dividendlar to'lanmaydi. Ikkinchidan, milliy valyutani qadr sanash muammosi yo'q. Endi biznikidek muammosi yo'q-da. Buni ham hozir Friedrich Mishkin aytayapti, amerikalik olim. Keyingi 30 yil ichida Amerika dollari 6 barobar qadrsizlandi deyapti, 600%. U qanday isbotlayapti? Men 30 yil oldin $8 ham kinoga tushaydim, ham bitta popkorn olib yedim, ham bitta kola ichaydim deydi. Hozir kinoni bildiga yetmayapti meni $8 deydi. Ko'rdingiz, u ham real hayotdan olib qadr sanash. Lekin bizda qadr sanash bilan dollarni qadr sanash taqqosa kulgili holat. Bizda qadr sanash surati juda baland. O'shaning uchun oldin sharoit yaratishimiz kerak. Ertaga depozit ham shunday. Nima uchun ko'pchilik pul bo'lsa ham depozitga qo'ymaydi, xorijiy valyuta olib qo'yadi? Chunki u so'mimizni qadrsizlashib ketishdan qo'rqadi. Qo'rqadi. Dollar olib qo'yadi. Bu odamlarning aybi emas, biz o'zimizning aybimiz. Yo'q, mana yostiqning tagiga bosib qo'yadigan dollar emas. O'zimizda dollar yurgan paytda ham so'mga nisbatan ishonchliroq his qilasiz o'zingizni. Ha, odamlar shuning uchun-da. Devalyuatsiya kutilmas salbiy. Ozgina bo'lsa dollar qo'y. Dollarni kursi o'ynayotganda hamma o'zini oldi qo'ymaga urib ketdi. Hozir banklarda yo'q oldi qo'yma, Markaziy bank ham bermayapti. Sotilyapti deb hisobotlar chiqyapti, lekin yo'q banklarda. Odamlar o'zi qidirib yuribdi endi. Qo'rqib qoldi bular dollarni kursi o'ynaganga. Endi ana shu dollarni sotadi, bular so'mga sotib, olti qo'ymalayapti. Bahrombek aka, siz nima tavsiya qilasiz odamlarga? Omonatlarni, investitsiyalarni nimada saqlasin? So'mda, dollarda yo boyagi tilla quymalarmi? Endi diversifikatsiya qilgan yaxshi. Bu nima? Bitta narsaga bog'lanib qolmaslik kerak aslida. Pul yig'ayotgan odam, endi pul yig'ayotgan odamda afsuski o'zi mana biz O'zbekiston iqtisodchisi bo'lib turib aslida so'm olinglar deb taklif berishimiz kerak. Domla aytgandek, O'zbekistonda chiqqan ana qimmatbaho qog'ozlarni olinglar deb. Lekin ulardagi nima deydi, kutilmaganda qadrsizlanish riski baribir juda yuqori hisoblanadi. Shuning uchun ularga dollar olishda yoki yevro olishda to'xtamaslikni tavsiya qilaman, mana domlaga o'xshab. Keyin yana nima deyish mumkin? Bu qisqa muddatli o'zgarishlar. Dollar yana o'zini kuchiga qaytish ehtimoli yo'q emas, 50% tashkil qiladi. Chunki Trump dollardagi eng asosiy boyagi mavhumlik bu bitta subyektdagi mavhumlik sababli yuz beryapti. Donald Trump subyektida. Agar u o'zini tarif boyagi xalqaro savdolarga tarif qo'yishda siyosatidan voz kechsa yoki uni bir qandaydir yumshatib, unga aniqlik kiritsa, bu mavhumlik yo'qoladi va dollar boshqa valyutalarga nisbatan o'zini mavqeini yana tiklaydi xalqaro umuman misol keltiraman. marhamat. Shunga bitta misol. Hamkasbim, domlamiz, meni hamkasbim professor. Menga o'zi aytdi, men shu valyuta bo'yicha mutaxassis bo'lganim uchun domla dedi. Men bitta xato qildim. Nima xato qildingiz dedim. Men dedi, uydagi jamg'argan dollarimni so'mga aylantirib, omonatga qo'ydim, yutqazib qo'ydim dedi. Endi qo'ymayman. Qanday yutqazdi u? U 2017-yil 5-sentyabrda $1 dan 8.100 ga chiqib ketdi. Shungacha u prosentdan foyda qilaman deb qo'ygan, keyin dollarga chiqsa yutqazib qo'yibdi. Menga o'zi aytib berdi. Men katta xato qildim dedi. Uydagi dollarimni sotib so'mga omonatga qo'ydim bankka dedi. Kechagi 5-sentyabrdagi kursni yiqilishidan men zarar ko'rdim. Birdan dollarga chiqqanda keyin. Ko'rdingizmi? Shuning uchun ko'pchilik odamlarimiz so'mimizni kursiga ishonmagani uchun ham so'mni omonat qo'ymaydi. Undan ko'ra dollar qilib qo'yadi. Bu narsa bizning millatimizga juda katta zarar keltiryapti aslida. Sababi mana $100
kupyurani nashr qilish xarajati 11 sent deb yozgan. Shunaqa juda Google. past. Mayli 11 sent deb olaylik. Bu degani Amerika Qo'shma Shtatlari 11 sentga bitta qog'oz chiqaryapti-da. Shuni evaziga 99 dollar 90 sentlik real boylikni o'ziga olib kelyapti. Ko'ryapsizmi? Finaraj deydi. Bizni- Amerika markaziy banki juda katta bizni- daromadlar. Agar masalan misol uchun O'zbekiston xalqini qo'lidagi pulni dollarlarni misol uchun 100 milliard dollar deb olsak, demak 100 milliard dollarlik deyarli 99 milliard 900 million dollarlik boyligimiz Amerikaga ketgan. Tushunyapsizmi? Bu boylik agar misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlari chet eldagi kupyuralar endi bizga o'tmaydi, biz qabul qilmaymiz deydigan bo'lsa, o'ldi degani. Bu puldan yo'qoldik. Bu boylik chet elda doimo qolib ketdi degani. Shuning uchun aslida milliy valyutamizda Bu qanchalik ehtimoli bor ssenariy? endi ehtimoli yo'q emas degan ssenariyda shundan kelib chiqaylik. Endi bu baxtsizlik nimadan iborat? Bu boylik chet elga ketdi. Bizni nima deydi boyligimiz. Bu O'zbekistonda turganda bu ancha yaxshiroq bo'lardi. Misol uchun mana Amerika hozir nima qilyapti? Eski va kupyuralarni qabul qilmaymiz deyapti. Men o'zim shaxsan shu muammoga duchor bo'ldim. O'tgan yil sayohat qilganimda va aholini qo'lidagi agar dollarlar yangilanib turilmasa ham bu muammo yuzaga keladi. Eng yomoni agar shu pul oltin ko'rinishida bizning vatanimizda turganda edi, xudo ko'rsatmasin biror bir xalqaro muammo yuzaga kelsa, boyligimiz o'zimizning qo'limizda turgan bo'lardi. Endi hozir boylik o'zimizning qo'limizda emas, u Amerikaga chiqib ketdi degan. Hozir AQSh prezidenti Trump BRICSdan qo'rqib qoldi. Nima uchun? BRICS yagona valyuta chiqaraman deyapti. Endi bu qiyin masala. Chunki yevroni muomalaga chiqarish 30 yil kerak bo'ldi. Endi Trump nimadan qo'rqyapti? Kelgusi uzoq muddatli perspektivada BRICS yagona valyuta chiqarsa, u dollardan kuchli ketishi mumkin. O'zi keyingi savolim shu bo'yicha edi. Yaqin, o'rta va uzoq istiqbolda dollarning kelajagi qanday bo'lishi mumkin xalqaro valyuta bozorida? Mana BRICS yagona valyuta chiqaraman dedi. Bu shunchalik blef emas. Haligi yolg'on gap emas. Chunki yevroni muomalaga kiritish tajribasi bor, 4 bosqichdan iborat. BRICS shuni o'rganadi-da, o'sha sharoitlarda qiladi. Qaydan bo'lib osonlik chiqaradi muomala. Nima uchun? Chunki u Yevropa ittifoqiga yo'l qo'ygan xatolarni takrorlamaydi. Bu yerda ko'p xatolar bo'lgan ikkinchi bosqichda ayniqsa. Endi bular chiqarsa nima bo'ladi? AQSh prezidenti nimadan qo'rqyapti? Avtomatik u BRICS qudratli davlat, Braziliya, Hindiston, Xitoy, bu dunyo iqtisodiyotida o'zining visi bor davlatlar. Rossiya ham shunday. Endi nima bo'ladi? Bu valyuta unga a'zo mamlakatlar, emitent mamlakatlarning qudrati hisobiga tezda jahon bozorlarida o'zining o'rnini topadi. Bu degani dollarni parallel shu nisbatda kamaydi degani. Endi ikkinchisi, yevroni ham ulush ortib boryapti. Yevroni ham. Dollarga raqobatchi yana bitta valyuta bu yevro. Keyingisi Xitoy yuani. Xitoy yuani BRICS valyutasi bilan parallel ravishda dollarga qarshi ishlaydi. AQSh prezidenti bilib juda qattiq tartibda qilyapti. Shu BRICSni yo'q qilaman degan gaplar bor. Agar yagona valyuta chiqsa, kim BRICS davlatlar bilan savdo qiladigan bo'lsa, ularga 5% poshlab qo'yaman deyapti. Jiddiy tahdid qilyapti. Bu AQSh prezidentining jiddiy xavotirga tushib qolganligini bildiradi. Buni tagida asos bor. Endi boyagi dollar, oltin quymalar, omonatlarni saqlash masalasini gaplashishda, mana bugun yana $1,5 milliard dollar qarz olgani masalasi Osiyo taraqqiyot bankidan O'zbekistonni. Shu masalani ham gaplashaylik. Bu boyagi $1,5 milliard dollarlik bilan O'zbekistonni tashqi qarzi 72 milliard dollardan o'tdi. Ya'ni biz dastur boshida aytgandik, yana alohida gaplashamiz dedik, o'sha qizil chiziqlarga juda yaqin kelib qolgan. Endi buni kelajagi qanday bo'ladi, qanaqa xavflar kutyapti bizni degan masala, savollar yana kun tartibiga chiqyapti. Nima bo'ladi endi hozir To'lqin aka? Deylik, o'sha qizil chiziqqa yetgandan keyin tashqi qarzni birdaniga umuman to'xtatib tashlash imkoni bormi bizda? Buni ilojini qila olamizmi va bu to'xtatiladigan bo'lsa, keyin qiladigan ishlarimiz nima bilan? Mana biz aytyapmiz-ku, byudjetni yopyapti deb. Byudjetni keyin nima bilan yopamiz? Bunga tayyormizmi? Mana shu jarayonlarni bitta tahlil qilib beringiz. Bizlar hozir davlat byudjetini defisitini yopishni noinflyatsion manbalarga o'tishimiz kerak. Qaysi bu? Bu soliq tushumlarini ko'paytirish. Ikkinchi, davlatning qimmatli qog'ozlarni sotish hajmini oshirish. Inflyatsiya oshmaydi bunday. Ya'ni hammasi ichki manba. Demak, bizning hozir siyosat shunday bo'lishi kerakki, foydalanilmayotgan manbalar. Biz bora davlat byudjeti defisitini
davlat byudjet xarajatlarini yopishga ketayotgan mablag'larni umumiy hajmida 100%da ichki manbaning ulushini oshirib borish. Lekin ichki manbaning ulushini oshira olmaymiz. Nimaga? Chunki korxonalarda ahvol og'ir. Korxonalarda ahvol og'ir. Soliq tushumlari demak unmayapti. Soliq ma'murchilikda katta muammolar bor. Soliq unmayapti. Nimaga unmayapti? Chunki korxonalarda debitor qarzdorlikda pulga aylanish tezligi juda past. Buni hozir tahlil qilib ko'ryapmiz biz. Soliqchilar aytadi, soliq tizimi umuman adolatsiz tizim ishlayapti deb aytadi. Soliqchilar aytadi, imtiyoz ko'p berilgan, korxonalar shon-shotda pul yo'q, inkasa qo'yib tushmayapti soliq deydi. Bu haqiqatan shunday. Lekin ikkinchi tomondan o'ylab qarasa, soliq to'lovchilarda iqtisodiy salohiyat bu kundan kunga yomonlashyapti. Soliq qo'mitasi rasman tan oldi, yirik soliq to'lovchilarda 70% soliq tushumlarini kamaytirgan to'lovdi. Nimaga? Chunki uni iqtisodiy ahvoli yomonlashyapti. Rashon-shotga tushadi, hisob-kitobga tushadigan pul kamayyapti. Hisob-kitobga puldan soliq olinadi. Bu kompleks muammo, buni kompleks qarash kerak. Kompleks qarash kerak buni. Biz hozir soliqlarni undirishda jiddiy muammomiz bor. U qo'mita maqtanib qo'ygan bilan 20% ga oshdi o'tgan davrga nisbatan bo'sh narsani anglatmaydi. Soliqni undirishda katta muammo bor. Bu soliq to'lovchilarning ahvoli, iqtisodiy ahvoli yomonlashayotgani bilan bog'liq. Xo'p, yana davom etaylik. Keyinchi, xo'p, mana qizil chiziqlarga yaqinlashdi, shunga bordi ham deylik. Keyin qanaqa ehtimollar kutadi? Biz keyin olishni to'xtatamiz birdan. Agar ungacha bizga bermay qolmagan bo'lsa, olishni to'xtatamiz. Chunki qonunga agar bo'ysunadigan bo'lsak, ichki qarzdan tashqi qarz yig'indisi yalpi ichki mahsulotda 60% oshmasligi kerak. Demak, biz nima qilamiz? Tashqi qarz hisobiga oshib ketyaptimi? 60% lik chegara, tashqi qarz alımını kamaytiramiz. Va bo'lib ham bilasizmi, bu tashqi qarzda davlatni o'zi olayotgan qarzni ham ulushi juda katta-da. Juda katta. Mana AQShda aytadi, boyagi 40%, 35% deydi, bizda hozir 70% mi bu? 70% davlat. Bu ham juda baland-da. Juda baland. Chunki nima uchun balandligi tabiiy? Chunki bu davlat dasturlar doirasida amalga oshirilyapti, katta-katta loyihalar. Buni chunki davlat olish kerak bu yerga. Endi davlat xususiy sherikchilik dedik, yaxshi narsa. Lekin u rivoj topmadi, tan olaylik. Davlat xususiy sherikchilik bizlarda iqtisodiyotda rivoj topmadi. Shuncha prezidentning qarorlari farmonida imtiyozlar berilgan bo'lsa ham, xususiy sektor davlat yirik loyihalarda ishtirok ulushi past juda. Mahrombek aka, siz fikringiz va boyagi qizil chiziqqa yetib kelyapti deyarli, qanaqa prognozlar ko'ryapsiz, qanaqa kelajak ko'ryapsiz? Endi hozir men kuzatyapman, biz O'zbekiston hukumatı birinchidan qizil chiziq dinamichniy narsa, ya'ni harakatdagi narsa. Yalpi ichki mahsulotimiz o'sgan sari unga nisbatan belgilangan qizil chiziq ko'tarilib boryapti va u tashqi qarz shu qizil chiziqqa yaqinlashtirib borilmoqda. Bir tomondan O'zbekistonda kapital defitsit mamlakatlarda bu normal holat. Chunki O'zbekistonga kapital kelishini turli yo'llari bor. Shu ko'p yo'llari, mana boshqa mamlakatlarda bor yo'llari, bizda u yo'llar qo'llanilmaydi. Misol uchun tijorat banklari xususiy bo'lmagani uchun ularni nima deydi, kapital jalb qilishi chet ellardan juda kam foizi. Haqiqatan oxirgi yillarda mana shu jarayonni ko'ryapmiz. 2-3 yil avval xususiylashtirib bo'linishi belgilangan banklar hali ham davlatning o'zini bank sifatida qolyapti-da. Yo bu jozibador emas, yo boshqa sabablar bor. Keyin mana xususiylashtirish ham ancha sekinlashib ketdi. Ma'lum bir sektorlarga, misol uchun elektr energetika sektoriga xususiy kapitalni DXSH tamoyillari asosida kelishi juda kuchaydi. Bu juda yaxshi. Lekin boshqa sektorlarda xususiylashtirish juda sekin. Deyarli yuz bermayapti. Banklarda mana o'zingiz aytib o'tdingiz, bittagina bank xususiylashdi. Agar banklar xususiyligi ko'payganda edi, ular chet eldan, hukumat hozir o'zini bo'yniga olgan funksiya chet eldan kapital jalb qilishni banklar amalga mustaqil o'zlari amalga oshirgan bo'lardi. Bu bir. Ikkinchidan, misol uchun mana sement sohasini olib qaraylik, sement ishlab chiqarishi juda katta investitsiyalar keldi. Sement narxi tushib ketdi. Bu yaxshi. Mamlakatimizga yaxshi, sement narxi mo'tadillashdi, katta investitsiyalar keldi. Shunga o'xshab boshqa sektorlarga ham iqtisodiy erkinlik berilsa, bozor mexanizmlari joriy qilinsa, bu sektorlarga ham kapital keladi. Hukumat boyagi o'zbek chet eldan nima deydi, kapital jalb qilish funksiyasini kamaytirgan bo'lardi. Hukumat, men umid qilaman, kelajakda qarz olishga o'zini munosabatini o'zgartiradi. Qaysi ma'noda?
Qarz asosan hozir ikkita maqsadda olinmoqda. Birinchisi konkret bir loyihalarga va ikkinchisi umuman byudjetni moliyalashtirishga. Loyihalar Bu O'zini- 30%midi? 50%. loyihalar o'zini oqlamayapti. Loyihalar agar yaxshilab analiz qiladigan bo'lsa, tahlil qilinadigan bo'lsa, loyihaga olingan pul olinganda loyiha nafaqat o'sha olingan pulni va protsentini to'lash kerak, balki yana o'zbek xalqiga plus dividend qoldirish kerak-da. Bizda teskarisi yuz beryapti. Loyiha shunchalik dabdalaki, u olingan qarzni asosiy qismini to'lash yo'lida tursin, foizini to'lolmayapti. Shunaqa loyihalarni bilaman. Xo'p, davlat o'zini zimmasiga olib tashqi qarz jalb qilyapti. Loyihani nazorati bo'lishi kerak emasmi? Bor, lekin yo'q. Sabablar ko'pda, subyektiv sabablar. Bor, lekin yo'q. Natijada shunday loyihalar u loyihani endi eng katta baxtsizlik nimadan iborat? Bu loyihani qarzini yopishchi yana qarz olishga to'g'ri keladi. Va xalqni ma'lum bir boyligi bu loyihani yopishga ketadi. Bu loyiha aslida boylik yaratish kerak edi. Bizda yanada boyishimizga yordam berish Shuning uchun kerak. olinish kerak-da. Lekin u yuz bermayapti. Keyin O'zbekiston hukumati oladigan tashqi qarzda katta qismi, katta emas, ma'lum bir qismi, men ishonchim komil, bu banklarni moliyalashga ketyapti yoki davlat korxonalarini moliyalashtirishga. Va ular ham o'z navbatida loyihalarga pul beryapti. U loyihalar ham unchalik rezultativ bo'lmayapti. Mana shu yomon bo'lyapti. Shuning uchun agar O'zbekiston hukumati loyihalarni amalga oshirishni o'zi to'xtatsa va bozorlarda erkin bozorlarni yaratilishiga yo'l berib, investitsiyani bozorlarga kelishini ta'minlasa, bizda yaxshi loyihalar, ya'ni rentabilli loyihalar soni ko'payadi degan umiddaman. So'nggi bir necha oy davomida so'mning AQSh dollariga nisbatan mustahkamlanib borayotgani va mana shu jarayon atrofida tomoshabinlarimizda paydo bo'layotgan savollar yuzasidan gaplashdik. Mehmonlarimiz iqtisodchilar To'lqin aka Boboqulov va Bahrombek aka Umarbekovlar bo'ldi. Bahrombek aka, To'lqin aka, xush kelibsizlar. Katta rahmat tahlillar uchun, fikrlar uchun. Sog' bo'linglar.